Kuchli, qobiliyatli erkaklarni voyaga yetkazgan oilalar qiladigan 6 ta muhim ish. Birinchisi, ota figurasi omili, ya'ni otaning o'rni. Agar o'g'il bola faqat onaning mehri va energiyasi bilan o'ralgan bo'lsa, undagi ma'lum bir qattiq barqarorlik va matonat shakllanmaydi. O'g'il bolalar erkaklar bilan birga jismoniy jihatdan murakkab ishlarni qilishi kerak. Ikkinchisi, uning qahramonlik instiktini uyg'otish. Uning o'rniga hamma narsani qilishni bas qiling. Psixologiya shunday deydi. O'g'il bolalar o'z qadr-qimmatini samotsyannostiya, ya'ni aynan foydali ish qilish orqali rivojlantiradi. Ayol uning uchun hamma narsa qilishini kutadigan erkakni tarbiyalamang. Uchinchisi, raqobat maydoni, ya'ni musobaqalar. Uni raqobatga asoslangan sport turlariga bering. Bu g'alaba va mag'lubiyat psixologiyasi uchun kerak. U g'alaba mashaqqat talab qilishini tushunishi va o'zini yo'qotmasdan yutqazishni o'rganishi kerak. To'rtinchisi, strategik mahrum qilish, qisman cheklash amaliyoti. Uning barcha istaklarini bir zumda qondirishni bas qiling. Agar u o'yinchoqni darhol qo'lga kiritsa, siz uning motivatsiyasini o'ldirasiz. Uni biroz och qoldiring, mukofotga erishish uchun harakat qilsin. Beshinchisi, kichik yetakchi mashqi. Uning yetakchi bo'lishiga ruxsat bering. Qayerga borishini u hal qilsin. Marshrutni o'zi tanlasin. Bu orqali uning ijrochilik funksiyasi, ishni bajarish qobiliyati va mas'uliyati shakllanadi. Oltinchisi, yalqovlikka qarshi qoida. Yalqovlikni yo'q qilish kerak. O'g'il bola matematikada sust bo'lishi mumkin, lekin u yalqov bo'lmasligi kerak. Agar siz uning o'rniga hamma ishni qilib bersangiz, siz unga ojizlikni o'rgatasiz. Kuch